Сначала документы проверим, если все в порядке, потом только рекламу будем снимать. Assalomu alaykum Bekzod aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Reklama qilgani keldik. Reklama olishdan oldin hujjatlarni ko'rmoqchi edik. So'rasiz o'zingiz har xil muammolar safarda. Albatta, bu dolzarb masala. Bizning Arkan Development kompaniyasining park o'yin loyihasi, hujjatlarimiz hammasi tayyor. Mana sizga hujjatlarimizni 100% ko'rsata olamiz. Mana bu guvohnomamiz firmaniki. Bu yerni kadastr, ya'ni yerni egalik ko'chirma. Bu o'zimizning yerga tegishli joy. Hamma narsa QR kodlar bilan bor. QR kodlarimiz bor. APZ bormi sizda? APZ bor, mana APZimiz bor. Gaz ruxsatnoma bormi? Albatta, gaz ham bor. Mana gaz ruxsatomda bor mana. И самое основное, gazning ekspertiza sizga bor. Gazning bor. Mana. Mana gazni. Bu QR kod. Bu QR kodi mana. Yozilgan hammasining joyida. Gazning hujjat bu xulosasi. Sovet xulosasi bizda yozilgan. Nechta qavat bo'lishi, nechta blok bo'lishigacha yoziladi bu narsa. 16 qavatli. 16 qavatli turar joy binosi va past qavatda savdo va maishiy xizmat ko'rish rastalari yozilgan. Bekzod aka, mana bu texnika sovg'ali kimga? Bu texnikalarimiz 100% to'lov qilgan mijozlarimizga beramiz. Hoffman brendidan oshxona va kundalik turmushda foydalangan texnikalar hammasi 10 ta narsa beramiz. Bu bonusga o'tadi. Bu bonus 100% to'lovga faqat. Juda ham ajoyib. Maketdan ko'rsating, loyihani o'zi bilan odamlar tanishsin. Bo'ldi mana. Mana bu tarafda park joylashgan. Mana A va B blokimiz asosan parkka qaragan. Bu parkimiz Magic Safari parki. Jami 21 gektar bu park. 21 gektar. Park oldida joylashgan, daraxtzor. Demak, ekologически toza, tinch, Spayni rayonida dursiz aytganda shunaqa rayon. Metro yaqinmi aka? Metro 700 metr, 800 metr. Chinor bekatigacha 700 metr, Turongacha 800 metr chiqadi. Ikkita metroni o'rtasidamiz. Xudo xohlasa shunaqa. Jami 270 ta kvartiramiz bor, xudo xohlasa. 270 ta xonadon bor. Qurilishlar qachon boshlangan? 2020 ya'ni o'tgan yil sentyabrda boshlaganmiz qurilishimiz. Hozir qaysi jarayonga kelganmiz? Hozirgi jarayonimiz уже beton shakllangan, 16 qavat ko'tarib bo'lingan, tom qismi yopilgan. Gaza blok terish ishlari A va B blokimizda 12-qavatda, V blokimizda 10-qavatga ketyapti. Demak, 1 yil ichida 16 qavat ko'tardinglar. Ko'tarib, уже перегородкасini ham qildik. Xudo xolasa. Yana уже hammada podъезд elektritsiyasi bo'lgan. Пожарный безопасность bo'yicha ventilyatsiya ishlab tugagan. И A blokimizda xudo xolasa уже maylargan boshlaganmiz. Fasad qismi ko'rinish qanaqa bo'ladi aka? Nimadan bo'ladi? Fasadimiz kompozitli panel bo'ladi. Oynalarimiz imzo fabrikasidan bo'ladi. Ya'ni bu binoni segmenti komfort plus. Ajoyib. Uyimiz xuddi shu maket ko'rinishida, shu joylashib tushadi. Yonimizda bog'cha, bog'cha mana. Bog'cha bor ekan. 3 ta 16 qavatli bino ko'tarilyapti. Gabraz tushyapti mana. Minus 2 tasi parkovka bor, podzemniy yer ostida. Birinchi qavatlarimiz notura bino. Eslatib o'tib ketish kerak, birinchi qavatda bizda aholi yashash uchun birlamchi zarur, ya'ni korzinka, safiya, belesno pitsa, apteka, salonlarga ajratganmiz. Demak, rivojlangan infrastrukturada reklama qilsa bu odamlarning vaqtini, pulini tejaydigan narsa-da bu. Albatta. Nechta xonadon sotildi aka umumiy? Shu paytgacha уже 70% sotib bo'lingan. 30% sotuvda bor. Xudo xolasa. Topshirish qachonga rejalashtirasiz? Topshirishimiz mana 2 yillik kirasi 26-yil maylarga xudo xolasa qurish yakunlab, remont kodini beramiz. Kadastri 26 oxirigacha xudo xolasa. Qanaqa holatda topshiramiz? Topshirishi proyekt bo'yicha xonalarga bo'lib beramiz. Gaz, svet, suv tochkasiga tam sochib qo'yib beramiz. Va bizda terrasa bor, hamma uyda terrasa qismi remont qilingan holatda bonusga beriladi shunaqa. Сколько комнатные остались у вас квартиры? Tak, 1 xonalik, 2 xonalik, 3 xonalarimiz bor. Hozir qarang, 3 xonalarimiz qolgan. Har xil tartibda, bittasida 14 ta, bittasida 15 ta pastda bordi. Eng kichik kvadratimiz 48 kvadrat. 48. Eng kattasi 115. И рассрочка bor 48. Рассрочка hozirgi kunda endi bitish yaqinlashgan bo'lgani sababli hozir 12 oy. 12, ya'ni 26 oxirigacha beramiz. 12 oy kadastr beramiz. Shunday xudo xolasa. Bekzodga katta rahmat. Bo'lmasa biz sekin chiqib yon atrofni ko'ramiz. Hurmatli tomoshabinlarimizga yon atrofda nimalar bor, nimalar yo'q. Hozir aytgan bog'chani, mana bu parkni ko'rsatib, qaytib kiramiz, reklamani olish boshlaymiz. Алексей, сейчас все покажем. Тут вот оказывается садик есть. Прям вот жилой комплекс. Если не ошибаюсь, я по локации смотрел, прям возле дома новый зоопарк с большим количеством зелени. Все хорошо, идем посмотрим все. Алексей, mana o'sha chiroyli bog',
Это получается мини-ботанический сад рядом с домом прям. Ha, shundoq domni yonida, binoni yonida bu yerda katta bog' bor ekan, daraxtlari bilan ekologiyadan bu yerda xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Menimcha bu bog'ga prof kamerada kirishga ruxsat berishmaydi. Tepadan ko'rsatib berasiz-da. Я просмотрел локацию, здесь пешей доступности индекс есть. Коммерческий городок. Bu degani pishqon indeksga ham borsa bo'ladi degani-da, to'g'rimi? Ya'ni biznes qiladiganligi ham bu yerda biznes qiladi, bu yerda yashaydi. Hozir daraxtlarni ko'rsatishyapti, endi xonadonlarning ichini ham ko'rsatamiz ketdi. Bu hozir ko'ryapman, bargli havas to'kilgan, yashil maydon bo'lmasa ham kuz bo'lganini hisobiga shunaqa kerakli xonadonni ko'rsataylik. 3 metr bo'lar ekan. Дом монолитный полностью. Монолитная конструкция, внешние стены, автоклавный газоблок. Monolit, gazoblok. Juda ham yaxshi. Bo'ldi, loyihani ko'zdan kechirdik. Endi reklama olsak ham bo'ladi.